Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Drongodagi 2025-yil iyun oyidagi mavjud skuterlarning barchasini narxlarini tanishib chiqamiz. Albatta xarakteristikalarni ham aytib o'taman. Bu modelimiz benzinli JR model. Buni maksimal tezligi 70. Tabloda ko'rishlaring mumkin. 120 mil ko'rsatib qo'ygan. Aslida bu 120 ga bosadi degani emas. Mana shu ko'rsalaring kichkinagina qilib 70 yozuvini qo'yib qo'ygan, 70 raqamini. Bu degani 70 ga bosadi. Bu amerikanskiy hisoblaganda 120 milga bosadi. 100 kilometrga 3 ta 4 ta benzin rasxod qiladi. Kubaturasi 125 kubatura bu skuterimizda. Nimalari mavjud desangiz, pultlari masofadan boshqariladigan ikkita. Mana bu yerda bagaj, mana dokumentlari bor. Aytgancha bizda mana bu benzin bakimiz mana shu yerda to'ldirib olaverasiz bemalol. Orqasida yana bitta bagaji bor. Bu haqiqiy bagaji. Mana ko'rishingiz mumkin. Kengina. Skuterimizning narxi $800. Mana bu yerda bozor ucharga chiqqaningizda paket osib qo'ygani joyi bor. Manetga dokumentlaringizni solib qo'yishingiz mumkin. Vaqtinchalikka albatta. Mana bu yerda baklashkani solib qo'yadigan joyi bor. Pavorotniklari dalniy, blejniy pavoroti mana o'ngga, chapga. Shunday bossangiz pavorot o'chadi. Signalning ovozini eshitishingiz mumkin. Bu skuterimizni hozir minib ko'ramiz. Zo'r, yurishlari chotki. Eng qizig'i mana bunaqa skuterlarda skordan skorisga almashtirmaysiz. Shunisi zo'r. O'zi avtomat bo'ladi. Bo'ldimi? Navbatdagi skuterimiz elektr tokiga yuradi. Bu skuterimiz modeli WL. Juda ham qisqacha. Xo'p, bu skuterimiz 6 soatdan 8 soatgacha shu vaqtlar oralig'ida to'liq quvvatlanadi. Bu to'liq quvvat bilan siz 50 kilometrdan 80 kilometrgacha bo'lgan masofani bemalol bosib o'tishingiz mumkin. Motor quvvati 1000 watt. Maksimal tezligi 35 km/soatiga, ya'ni 35 tezlikka chiqa olasiz. Bu skuterimizda hamma skuterlarda bo'lgandek, mana shunaqa 3 ta skorisi bor. Parkovka tizimi bor. Signali, hamma narsasi bor. Bu skuterimizni sotib olsangiz sizga bonusiga nimalar qo'lga kiritasiz? Shunisiga qiziqsangiz, men sizga hozir tushuntiraman. Kaskasi bor-a? Bu skuterimizda ham mana bunaqa masofadan boshqariladigan pultlari mavjud, ikkitadan. Xo'p. Bu yerda mana kaskasi bor, o'zi ochiq turgan ekan. Kaskasi va orqani ko'rsatadigan mana shu bokovoylari bor, bokovoy oynagi bor. Kaskasi ham yaxshi. Bagaji kengina. Endi old tarafidagi setkasi sabatida mana bunaqa qog'ozlari, dokumentlari bor. Bu quvvatlargacha o'zini original quvvatlargacha bor. So'mkachasi qanaqadir holatlarda sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Pedali va yomg'irda sizga juda ham asqotadigan o'zingiz kiyib olsangiz ham bo'ladi buni. Yomg'irda skuteringizga kiygizib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana. Ochila qolgan endi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina. O'zingiz kiyib ham haydasangiz bo'ladi, skuteringizga kiygizib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana hozirgi holatda reklama qilib turganimizda o'zi klient akalarimiz kelib, qiziqib, narxini so'rashdi. Narxi $380. Bu skuterimiz modeli V5 deb ataladi. Xalq tili bilan aytganda Monster modelimiz. Bu modelimiz 6 soatdan 7 soatda oralig'ida to'liq quvvatlanadi va siz bu quvvat bilan 90 dan 120 kilometrgacha bo'lgan masofani bemalol bosib o'talasiz. Aytgancha motor quvvati 1000 watt, maksimal tezligi 45 km/soatiga. Maksimal yuk ko'tarishi qancha deydigan bo'lsangiz, 150 kilogramgacha bo'lgan yukni bemalol ko'tariladi. Orqasida aytgancha bu skuterimiz narxini hozir aytib qo'ya qolay, keyin bonuslarini sizlarga sanab beraman.
$680 ga nimalar bo'ladi ichida? Mana bunaqa kattagina, ana kuryerlik qilamiz degan, kuryerlik qilishni xohlagan akalarimizga mana bunaqa kattagina ichini ham oling, ko'rsating. Mana so'mkasi qo'shib beriladi. Bundan tashqari mana bunaqa yana bitta bonusga batareyka nima derdi? Akkumulyator qo'shib beriladi. Yana nimalari bor? Bokovoyniklari o'zida bor. Bu idishi. Zaryadniki original o'ziniki, dokumenti, yo'riqnomasi desa ham bo'laveradi. Pedallari hamda mana bu narsasi nima edi? Rezinkasi. Bilganlar kommentariyada yozsin deyman. Bu skuterimiz modeli R20 deb ataladi. Albatta bu skuterimiz ham qolganlariga o'xshab 6-7 soat oralig'ida to'liq quvvatlanadi va siz bu to'liq quvvat bilan 60-70 kilometrgacha bo'lgan masofani bemalol bosib o'tolasiz. Motor quvvati 500 watt, maksimal tezligi 35 km/soatiga. Maksimal yuk ko'tarishi 120 kg-gacha. Bunda ham o'sha 3 ta skorosli narxini yana sizlar kuttirmasdan aytib qo'ya qolaman. $330 ataga. Bonuslari bagaji bor. Bagajini ko'rsatish shart emas. Ozgina kichikroq bagaji. O'sha o'zini original quvvatlagichi va bokovoynigi. Va bunda ham yomg'irdan saqlaydigan mana bunaqa nimcha desa kerak, to'g'ri bo'ladi. Nimchasi bor, zamogli. Kichkina bo'lsa ham ichini ochib ko'rsataveraylik. Bunda ham albatta mana bunaqa himoya kaskasi mavjud. Pedali, mana ichini bitta oling, kengligini. Juda torda bo'lmaydi, lekin qulay. Mana bunaqa vertikalniy turganini hisobiga juda ham qulay bagaj. R16 GT Dogali modelimiz. Buni birinchi bo'lib bagajnikidan boshlab ko'rsataylik. Bagajlari mana bunaqa baquvvat qilib ishlangan. Yopilib ochilishlari ham ko'rishingiz mumkin. Mana ichlari ham kojali. Mana bu yerga mana cho'ntaklari, mana kaskasi, yozgi kaskalar, letniy. Buni ochib ko'rsatish ham shart emas unchalik. Bokovoynigi. Bonuslarini sanab o'tyapman birinchi. Mana bu qanaqadir xaltacha sizga kerak bo'ladi. Original zaryadlagich, quvvatlagichi. Mana bu dokumenti. Bunda ham o'shanaqa yopinchig'i bor. Yomg'irdan yoki quyoshdan saqlansangiz bo'ladi. Skuterimiz motor quvvati 500 watt, maksimal tezligi 25 soatiga 25 km maksimal. Oldi orqa jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi skoroslari bor. Bunda ham parkovkasi, dalniy blejniy, hamma narsa bor. Signalni ham mana eshitib ko'ringlar. Eng qizig'i masofadan boshqariladigan pulti hamda mana bunaqa NFC lari ham mavjud. NFC nimaligini o'zi sizlar juda yaxshi bilasizlar. O'rgatish, tushuntirish shart emas. 6-7 soat oralig'ida to'liq quvvatlanadi. 60-70 km masofani bemalol bosib o'tadi. Narxi $400. Aytgancha bu skuterimizni yonboshida mana siz o'tiradigan sedeningiz tagida ham bagajniki bor. Ancha-muncha narsa sig'adi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta balnishniklar bemalol sig'adi. DM modelimiz. Bu skuterimizni motor quvvati 500 watt, maksimal tezligi 25 km/soatiga. 6-7 soat oralig'ida doimgidek to'liq quvvatlanadi va siz bu to'liq quvvat bilan 50-60 km masofani bemalol bosib o'tolasiz. Narxini kuttirib o'tirmasdan hozir aytib qo'ya qolaman, $350. Endi buni sovg'alari, bonuslariga kelsak, ichidan bagajnigini oling. Ana, bu ham juda ham keng bagajnikka ega. Mana bunaqa letniy kaskalari bor, yozgi. Hop, oldida mana bunaqa telefon qo'yib qo'ygani, telefon podstavkasi bor. Tablosi elektronika, birinchi, ikkinchi, uchinchi skoroslari bor. Parkovkasi, buni ham oldi tormozi JITX bilan jihozlangan. JITX tormozlik. Endi navbatdagi olganda bonuslarimiz bokovoynigi, yon oynalar, ya'ni
original elektr anaqa quvvatlagich, zaryadnik. O'zini mana bunaqa nimalari bor. Suvenir deydimi, anaqa nakleykalari yopishtirib qo'yadigan. Drongoni dokumenti, xaltachasi har doimgidek yomg'irdan saqlovchi mana bunaqa yopinchiqlari mavjud. Skuterimizni maksimal tezligi aytganimdek 45 km/soatiga. Majburlasangiz ham radarga tusha olmaysiz. Yonboshida bunaqa xufiya bagajnigi mavjud. Xalqimiz suygan tank laqabli skuterimiz. Bu skuterimizni kubasi 150 kuba, maksimal tezligi 80 km/soatgacha. Tablolarini oling aka, tablosini ko'rishsin. Tablolari elektronika. Ko'rishingiz mumkin. Kolonkalari mavjud, MP3 lar eshitsangiz bo'ladi, bemalol USB portlari ham mavjud mana. Bluetooth'lari ham bor. Signali, дальний, ближний, anaqa chiroqlari, mana o'tatishni o'zi bilasizlar, mana sepleniyani bosasizlar, mana buni bosasizlar. Bittada o'taydi mana, ko'ryapsizlar. Eshitilyaptimi? Kameraga bilmadim, videoda eshitildimi yo'qmi bilmadim, xullas. Xo'p, bagajniklarini ko'rsatib o'tsam. Birinchisi, mana bu orqadagi bagaji. Ochsangiz mana kengini, ichida juda ham chiroyli kaskasi mavjud. Mana ko'rishlaring mumkin. Bagaji aytganimdek kengini. Mana bu siz o'tirgan sedeniyani tagida ham bagaji mavjud. Mana ochib ko'rsataman. Ichida mana bunaqa poliklari chiqadi. Bonusiga deklaratsiya qog'ozi, shartnoma qog'ozlar, telefon podstavkasi, yo'riqnomasi bu skuter haqidagi. Mana bunaqa chiroyli bokovoylari ham bor, bokovoy oynalari ham mavjud. Bu skuterimiz ham xuddi o'sha boshqa skuterimizga o'xshagandek, mana bu yeridan zapravka qilinadi. Ko'rishingiz mumkin. Yonilg'i sarfini aytib o'tish esimdan chiqib qolibdi. 100 kilometrga 3 ta 4 ta yonilg'i so'raydi sizdan. Ya'ni 3-4 litr sarf qiladi. Old tomonida bagaj qo'yish uchun mana bunaqa joylari, maxsus joylari mavjud. Yon boshida mana bunaqa shoxlari bor, duga, himoya uchun, himoya vositasi. Yon boshida mana bunaqa orqangizda o'tirgan yo'lovchi uchun mana bunaqa ushlaydigan joyi va oyoq qo'yish uchun mana bunaqa maxsus tiragichlari bor. Menimcha hamma ma'lumotni berib o'tdim. Eng muhim ma'lumotni berib o'tish xayoldan ko'tarilib qolibdi. Narxi $850. Naqd 1,5 tonnani bemalol ko'tara oladigan motorolimiz. Buni kubasi 200 kuba, maksimal tezligi soatiga 140 km. 100 kilometrga 5 ta rasxod qiladi. 5 litr rasxod qiladi, 5 litr benziningizni so'raydi. Umuman olganda bu avtomat emas, mexanika, 5 ta skoroskga ega. Hamma narsasi mavjud, deyarli mashina bilan bir xil. Xo'p, endi buni orqa taraflarini olib ko'rsatsak yaxshi bo'lardi. Aytgancha, yon boshida mana bunaqa bir kishi o'tirish uchun ham joyi yoki bardachok desangiz ham bo'laveradi, seyf desangiz ham bo'laveradi. Mana shunaqa narsasi bor. Ustida bir kishi bemalol o'tirib siz bilan sherik bo'lib, gaplashib, chaqchaqlashib ketsalaring bo'ladi. Xo'p, endi mana buni bortiga keladigan bo'lsak, bortini ko'ryapsiz, qanaqangi katta. Boshqa ko'p motorollarda men ahamiyat berganman. Borti mana shu yerdan bo'ladi-da, bunaqa baland bo'lmaydi. Dengiz sathidan baland deb hazillashsak bo'ladi bemalol. Bonusiga nimalar qo'shib beriladi? Bonusiga kaskamiz, oynaga. Kaskamiz o'zi mana bunaqa yon oynalar, bokovoylari hamda eng qizig'i Bluetoothli kolonka ham qo'shib beriladi. Buni xohlagan joyingizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bluetoothli kolonka. Xohlang mana bu tabloni yoniga o'rnatishingiz mumkin. Xohlang orqangizga, umuman olganda xohlagan joyingizga o'rnatib olsangiz bo'ladi bemalol. Sovutish tizimi albatta antifrizli, radiatorli. Mana bu yerda antifriz quyiladi. Yana nimani aytmadim? O'zida sovutmoqchi bo'lsangiz, masalan, ichida mana bunaqa sovutish tizimi ham mavjud. Ventilyatori. Mana ventilyatorni bitta eshitdinglar. Oyoq bilan o'tamay qolsa, o'tatgani mana bunaqa narsasi bor. Panejnigi ham mavjud. Oyoq tormoz, orqa tormoz. U tomonini oling. Mana bunaqa rushnoyi ham mavjud.
bu tomonida. Skorisi. Mana bu narsani bilganlar, bilag'onlar kommentariyaga yozib ketishlaringni so'rab qolamiz. Motorolimizni narxiga keladigan bo'lsak, attiga $1700. Ichkarida 7 yoshdan 70 yoshgacha mo'ljallangan mana bunaqa har xil turdagi velosipedlarimiz bor, qizlar va bolalar uchun. Velosipedlarimiz hamyonbop narxdan boshlanib, premium klassdagi velosipedlarimiz ham mavjud. Qimmatlari degani bu degani. Xo'p, sizlarga o'yinchoq mashinachalarimizni ham ko'rsataylik. O'yinchoq mashinalarimiz bor. Farzandlaringizga olib berib xursand qilishingiz mumkin. Mana u. Qarang, ko'ryapsizmi qanaqa baland. Deyarli mana belimdan keladi desa ham bo'laveradi. Xo'p, bu tomonda mana bunaqalari bor. Keyin menga yoqadigan velosipedimiz mana shu velosiped yoqadi. Yosh bolachalar uchun mototsiklga o'xshatib, maza qilib farzandingizga olib bersangiz, minib yurishadi, xursand bo'lib, xuddi o'zlarini mototsiklda uchib turgandek his qilishadi. Manzilimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Qo'qon shahar Chorsi krugi deyiladi. Hozirgacha aslida umuman olganda hozir Choraxa bo'lib qolgan. Avvalgi nomi o'sha nomi bilan qolgan. Chorsini krugi deyiladi. Bu tomonda jome masjidini yonginasida joylashgan. Mana shu tepani olib qo'ying aka. Velo Motosport deb yozilgan mana shu joyda tagida. Drongo uzda sizlarni kutib qolamiz.